Amir avtosavdo kechki bozorda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Spark mashinasiga polda akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2019-yil 105 ming kilometr masofani bosib o'tgan, 4-peysa avtomatik korobkasi bo'ladi akalar. Mashina ideal holatda. Tepas qimmat ledlar qo'yilgan, Cobalt disk yaxshi balonlargacha ham bor ekan akalar. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Ta'mirotga ruxsatnomalargacha ham bor. Salonlarni ko'rsatib o'taman. Akalar salonlar ham ideal holatda turibdi. Motorlar qo'yilgan, 105 ming yurgan, video registrator, test monitorlari bor. Xo'p, bittida ko'li solingan. Xo'p, Mercedes deflektorlargacha ham bor ekan. Okalar orqa tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Pisochniy farlar qo'yilgan. Temir gaz balonlari bor. Xullas, mashina ideal holatda, minishga tayyor. Kraska holati shu bitta orqa kirilosi, petnosi bor ekan. Qolgan joyi top-toz deyapti. O'zini uchun tekstura, prerka qildirib olasizlar. Ko'z bilan ham qirilib, chizilib, urinib qolmagan. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar. Bu mashinamizni olganimiz bilan tortishib $7650 shu qo'y $7650 ga 2019-yil 105 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-peysa avtomatik korobka Spark mashina.